والسلام إذا تأمل المتأمل ما قدمناه من جميله أثر هذا السيد الكريم وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتري في صحة نبوته بس بداية كنا فلان هكذا ويلو جوادم تعامل قصة كنا فلان لا يدي سبيان عليه فلان ده كذا هالقدر انتشبت كان أثر لاره أخطوة سزا وسيرة لاره جزء العلم لاره يا رب عقل لاره بطل ليه راجع ليه نورسنا حلم ليه لاره عقده تمام جناب رسولان كمالات لاره تمام جملة كمالات لاره جميع إخصال لاره عقده أتود كنا رسالة تعامل قيا آدم وشاهد أعلى جناب رسولان حالات لاره مشاهدة قيا آدم و gaplardagi hamma to'g'riliklarda savob mushohada qilgan odam Janob Rasululloh alayhi vasallamning nabiyliklarini sahih ekanligida shak qilmaydi. Lam yamtari va sidq da'vati Janob Rasululloh da'vatlarining rost ekanligida shak shubha qilmaydi. Vaqt kafa hada وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه mana shu aytilgan narsalarimiz bir nechta odam, g'ayri vahid amrada bir nechta odamlarning musulmon bo'lishiga kifoya qilgan. Val iymani bi janob Rasulullohga iymon keltirishiga kifoya qilgan. Ki Abdullah ibn Salam fa innahu qala lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madinata ji'tuhu li anzura ilayhi. Payg'ambar alayhi vasallam Madinaga kelganlardan keyin kishini oldiga keldim. O'sha bir qaraydi, ko'raydi kishini. Falamma istabantu wajhahu atiki kishini istabantu wajhahu kishini yuzlarini ko'rganimdan keyin istabanadan murod ochiq oydan ko'rish bo'lsa kerak. Falamma istabantu wajhahu janob Rasululloh yuzlariga janob Rasululloh yuzlariga qarasam araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kazzabin dena yuzlari yolg'onchi yuzi emas degan. Warawa Muslim anna zammadan lamma wafada alayhi zammama zimam bo'lish kerak, zimamani zammoda ekan. Nimani quribsiz? Lug'at endi. Qomusda birinchisida bo'ladi. لما وفد عليه قال له صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له زمان أعيد علي كلماتك هؤلاء. فلقد إمام مسلم واتيا موسى قال له أعيد علي كلماتك هؤلاء. فلقد بلغنا قاموس البحر هات يدك أبايعك. Kilo xullas zimotli odam payg'ambar alayhisolamga vaqt o'tgandan keyin Janob Rasul shahadagi mashhur xutbalarni o'qigan ekanlar, hamd nimalarni. Qala lahu zimmat a'id alayhi kalimatik haulay. Hali kalimalarni qaytaring deb aytgan kalimalar deb. Falaqad balagna qamus al-bahr bu dengizda o'rtasiga yetib bordi aytgan gaplaringiz dedi. U nimaga o'xshatyapti-da, balog'at dengizdagi katta o'sgan o'rtasidan chiqdi degan dedi. Bu hayotda balog'atli gap gapirdingiz demoqchi bo'ldi-da, hatiyadak ubayyak dedilar. Qo'li shu nima bayat qilaman dedi. Shu gaplarni o'ziga bayat qildi. Balog'at shuning odam ekan xullas. Valamma balagha malika Umman anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yad'uhu ila al-islam qala wallahi laqad دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن لقد دلني على هذا النبي الأمي. Xullas o'sha islomga da'vat qilganliklar ummoni podshosiga yetib borgandan keyin bu odam aytgan ekan laqad dallani ala hadha an-nabiy al-ummi. Bu nabiy bu ummiy nabiyga meni dalolat qilgan narsa o'sha zotning payg'ambar ekanligiga dalolat qilgan narsa-da. O shu ediki annahu la ya'muru bi khayrin illa kana awwal akhidin bihi. Bir narsaga buyurmasdan illa o'sha ishda birinchi o'zi qilar ekan dedi.
ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له bir ishdan qaytarsa birinchi tark qiluvchi o'zi bo'lar ekan. وأنه يغلب فلا يبطر. u odam g'olib bo'lsa ham haddidan oshmas ekan. g'olib bo'lar ekan, haddidan oshmas ekan. ويغلب فلا يزجر. ويغلب mana yabtur. ويغلب فلا يزجر debdi. Yazjaru. Mag'lub bo'lsa bitoqat bo'lmas ekan. Yazjaru. ويفي بالعهد وينجز الموعود. ahdiga vafo qilingan, va'da qilingan narsani ustidan chiqar ekan. واشهد انه نبي degan ekan. وقال ابن رواحه لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر degan ekan. لو لم تكن فيه آيات مبينة. agar janob rasululloh o'sha janob rasulullohning payg'ambar ekanliklarini bayon qilib beradigan oyatlar, mo'jizalar bo'lmaganda lakana manzaruhu yumbika bil xabari. U kishining payg'ambar ekanligi degan xabarga janob rasulullohning manzaralari, ko'rinishlari o'ziga dalolat qiladi. Yumbika xabar beradi demoqchi. Janob rasulullohning payg'ambarlik degan xabarlarni janob rasulullohning manzaralari, ko'rinishlarini o'zi beradi. كيف وقد أظهر الله على يده تصديقا لدعوته من المعجزات ما لا يفي. qanday qilib bu gapni aytamiz biz? Ya'ni qanday qilib oyatlar bo'lmagan dedik, vaholanki bo'lgan-ku deyapti, bu kishi aytayapti. Kayfa vaqat azharallohu ala yadihi tasdiqan. U janob rasululloh manzaralaridan tashqari u kishining da'vatlarini tasdiq uchun qo'llarida Xudo taolo qancha mo'jizalarni zohir qilgan. Mola yafi bihi addu. Uni sanashlik vafo qilmaydi unga deydi. Sanab tugatmaydi. Fa aksarul anbiya oyatan mo'jiza jihatdan payg'ambarlarning ko'plaridir. Va azharuhum burhanan hujjatlarining zohirlari edi. Va sanadkuru laka fi hadha al-fasl min al-ayati ma taqarru bihi aynuk. Ko'zlaringni quvnatadigan narsani oyatlar, bu mo'jizalar ichida mufassirda ko'zlaringni quvnatadigan narsalarni zikr qilamiz. Va yazdadu bihi yaqin u bilan iymonni ziyoda bo'ladiganlarni zikr qilamiz. Bima rawahul jamul ghafir juda katta jamoat rivoyat qilganlari min sahaba ridvanullohi alayhim va asbatahul muhaddisun fi sahihihim. Sahihlarda muhaddislar uni isbot qilgan. Va nabda'u minha bi azhariha sha'nan va awzahiha bayanan. O'sha mo'jizalar ichida eng sha'ni zohirroq. Mo'jiza degan sha'ni unda eng zohir bo'lganroq, va bayoni eng vozihroqini aytamiz. Va huwa al-Qur'on al-Sharif va ijozuhu. Qur'on Sharif va uning mo'jizaligi. يعلم أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإيجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في 4. كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإيجاز كثيرة. إيجازda bir qancha vajhlarni o'z ichiga olgan muntaviy. Mushtamilda. Wujuh kathira wujuhdan emas. Sifat. Va tahsiluha min jihati zabt anwa'iha fi 4. Va tahsiluha min jihati zabt uni navlarini zabt qilish jihatidan hosil qilamiz desak, endi taqsimot qilib turib demoqchida. Nav-navga bo'lib turib o'rganaylik desak, va tahsiluha min jihati zabt anwa'iha fi 4. 4 ta nima bo'ladi bu. أولا حسن تأليفه والالتئام كلمه وصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام. قد خصوا البلاغة والحكمة. قد خصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم مثلا. Qur'ondagi ta'lif, tarkibidagi go'zallikdagi kalimalar, iltiomi kalimalar bir-biriga yopishuvi, fasohati, vujuhi ijozi, undagi ijozda murodali qisqaligi, o'zi qisqalik ma'nosini keng ko'p bo'lgan taraflar, o'chtinmalar, vajhlari, taraflari, o'sha jihatlari demoqchi. Ijoz jihatlari, balog'at, shunaqangi Qur'ondagi balog'ati borligi arablarning odatini yirtib tashlagan edi. Yani arablarning odatidagi balog'atidan tashqari o'tib ketgan balog'at u. Va zalika nima uchun aynan arablarning odatini yetib o'tgan deyapti? Chunki ular mana shu sha'nda egasi edi ular. Balog'at sha'nining egasi edi. Shu kalomda ular go'yo otchoparlar edi ular go'yo. Otchoptiradiganlar edi. Ular balog'atdan va hikmatlardan va minal balog'at va hikam
balog'atga va hikmatli gaplar ularni Xudo tomonidan shunga xoslab qo'yilgandiki, bemorlar shunday narsa bilan xoslangandiki, lam yuxassa bihi ghayruhum, ulardan boshqasi xoslanmagan unga. Boshqasiga berilmagan xislat ularga berilgandi. Minal ummat, boshqa ummatlarga. Va utu min darabatil bayon, ma lam yu'ta insonun. Darobat. Inson ma lam yu'ta insonun, tilni o'tkirligi ularga shunaqangi berilgandiki, boshqa insonga berilmagandi. Ma'lum bo'lsa inson, birorta insonga berilmagan tilni o'tkirligi ularga berilgan edi. Va min fasl al-khitab ma yuqayyidul albab. Aqllarni bog'lab qo'yadigan darajada fasl al-khitab ularga berilgan. Fasl al-khitobdan murod gap ustaliga. Fasl al-khitab. Fasl al-khitab nimadan bo'lgan? Aqllarni bog'lab qo'yadigan darajada gapirib qo'yadi. جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب ويخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب خطب Xudo taolo ularga mana shu ishlarni hammasini tabiat qilib bergan. Gap ustalaydi. O'rganmaygan va xilqat bo'lgan ularda go'yo shu ish. Va fihim ularda tabiat g'ariza ichki his tuyg'u degan. G'ariza. ichki his tuyg'uni g'ariza deydi. Va fihim g'ariza va quwwa. Shularda ichki sezgisi bor, shunday quvvati bor. Ya'tuna minhu o'sha bilan ular ayta keltira olardi. Alal badiha shunday nima qilganda. Tayyorlanmasdan, al ajab, bil ajab. Odamni hayron qoldirgan gap gapiraveradi. Ajabni keltira olaveradi ular demoqchi. Va yadulluna bihi ila kulli sabab. O'sha narsasi bilan har bitta narsaga dalil topaveradi degan. Yadulluna bihi ila kulli sabab. Har bitta narsa sababni aytib tashaveradi. Dalolat har bitta narsa sababiga dalolat qilaveradi. Sayahtubuna badihan. Ular shunday kutilmagan senda xutbalar aytadi fil maqomat. O'shnaqa bir maqomlarda o'rnaladi va shadidul xatb. Musibatlar qattiq o'tgan vaqtida. Xat degani baloni, masalan, urush degan o'rinlardan ketaveradi xatib. Shadidul xatiblarda musibatlarni qattiq o'rinlarda ham shunday xutbalar o'qib qo'yaradi. Va yatajiduna bihi bayna at-ta'ni va az-zarbi. Va yatajiduna bihi bayna at-ta'ni va az-zarbi. Urush, nayza tiqish, kalta yeb turganda ham she'r o'qtashaveradi. Irtijoz she'r o'qish degani. Ning she'r keltiraveradi bayna at-ta'ni va az-zarbi. Nayza urush bilan qilich urushni o'rtasida ham aytaveradilar she'rini. Va yaqdahuna va yatawassaluna va yatawassaluna va yarfa'una va yaz'una fa ya'tuna min zalika bis-sah va yaqdahun va yatawassalun va yatawassalun va yarfa'un va yaz'un va ya'tuna min zalika bis-sihr al-halal. ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحرام. لا برون آيات لسلالهم برون نسر وسيلة كل محسوب سلالهم برون زلجان دي بلا محسوب سلال برون كتان محسوب سلال برون تشوف محسوب سلال خلات مناش إشلان لحم مثلا سحر حلال بين كيلو ردلر يعني بلا نش إشلان لحم مناش إشلان ده حرب التاسية السحر يعني جاب أستاذ لم يتورط لكن مقصودي فيطوقون من أوصافهم أجمل من سمت العالي vasflardan o'zlarini vasflari yangilar birodarlarni vasflashdan o'yinlarga ilvolardilar tovuq qilib marjonni go'zalroq bo'ladi o'yilgan marjonlari vasflardan iborat bo'lgan marjonlari ularni albatta shodasdan go'zalroq bo'lardi. Sayaqta'una al-albab gap ustali bilan aqllarni aldardilar. Va yudalliluna sa'ab bo'ysunmaydiganlari bo'ysundirardilar ular. Va yuzhibuna al-ihan adovatlarni yo'qotardilar. Va yuhayyijuna diman eski adovatlarni qo'zg'ardilar. Va yujarriuna al-jaban juban bo'lsa qo'rqoqlarni bilan jur'atli qilardilar. Va yusayyiruna an-naqisa kamilan naqisda komilga aylantirardilar. Va yatrukuna
annabiha xomilar. Mashhurni nomashhur qilib qo'yardilar. Nomashhurga tashlab ketardilar. Minhum al-badawi zul jazl. Arablarning ichidan badaviylari katta lafz sohibidir. Qishloqchisi ham nimani? Qavlu faslni egasi edi. Kalom fahmda ham kalom azim ekan. Va tab'il jawhariyni bilmadik. Tab'il jawhari. Jawhariyda o'zi xilqiy nimasi bor. Modda deganda jawhar degani. Asl moddasida bor tabiati tab jawhariysi. Tab jawhariy gapga ustalikka tab jawhariy moddasidagi tabiatidagi xilqatidagi gapga ustalikka ega odamlar desa u gap chiqadi. Lekin o'z tabiatan jawhar degan jawharning qo'shib berilgan. Tab jawhariyni egasi edi. Manza al-qawiyni ham bilmadik. Va minhum al-hazariyz al-balaghat al-bari'a. Shaharliklar esa go'zal balog'at sohibi edi. Val alfoz an-nafi'a. Ochiq oydin lafzlarni sohibi edi. Val kalimat al-jami' juda ko'p narsalarni o'z ichiga ostiga jamlagan kalimalarni sohibi edi. Va tab'i sahla yengil tabiat sohibi va tasarruf fil qawl al-qalil al-qalil va fil qawl al-qalil al-kulfa. Ular gapda tasarruf qilishlikka sohibidir. U gap ham qanaqa gap desa, qalilun kulfati kam, takallufi kam, al-kathir ar-rawnaq ko'p, ar-raqiq al-khashiya muloyim gap. Va kilahuma lahu fil balaghati al-hujjatu al-baligha. Ikkovini ham qishloqsini ham shaharlikni ham balog'atda hujjati balig'asi bor. O'ta ketgan zo'r hujjati bor. Val quvvati damig'a ishonchli quvvati bor. Val qidahil falij haligi yutadigan o'qi bor. Val mahya an-nahija ochiqoydin yo'li bor ikkovini ham. La yashkun anna al-kalama taw'u muradihim. Ularning gap murodlarini itoatida ekanligida shaklari yo'q edi. Xohlagan ishlariga bo'ysuntiradilar kalomda. Val balog'ati milku qiyodihim. Bo'ysuntirishlarini ostidagi milk edi balog'atan go'yo. Qad havaw fununaha uni hamma faniga ega bo'lgandilar. Aslida uyunaha bulog'ini hammasidan ichgandilar deydiga. Hammasini ochganlar. Va daharu min kulli babin min abwabiha. Eshiklardan har bitta eshikdan kirib chiqqandilar. Va alaw sarhan li bulugh asbabiha. Uni tamomiy sabablariga yetib boramiz va cho'qqilariga yetib boramiz deb turib. Bu asbobdan biroq cho'qqisi osmonda ish intihosi deyapsiz. Osmonda boshlanishi. O'sha balog'atni osmonining sabablariga, intihosiga yetib boramiz deb turib, baland qasrlarga chiqqandilar. Mustahkam binolar qurgandi. Balog'at asoslari, binolari mustahkam edi. Taqalu fil khatir wal mahin, katta gaplarda ham, kichkina gaplarda haqida ham gapirgan bular. Va tafannanu fil ghasib was samin, yaxshi yomon gap hammasiga mutaxassis bo'lgan. Va taqabalu fil qulli wal kusur, ko'p gap ham gapirgandek, ozginasini ham gapirgan, hammasi bitta gaplar qaytaryapgan. Ozginasini ham gapirgan, ko'pini ham gapirgan, yaxshisini ham gapirgan, yomonni ham gapirgan, kattasini ham, kichinasini ham gapirgan demoqchiga. Va tasajalu fil nazmi wan nasr, she'rda ham, nasrda ham to'g'ri bayon, nazmda nasr. Nasrda ham, nazmda ham bir-biri bilan musobaqalashgan. Famara'ahum illa rasulun karim bi kitabin aziz. Mana shu yerda ular mana shunaqa holatda turganda bularni Janob Rasululloh kitobi aziz bilan ularni qo'rqitdilar. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi bo'lgan kitob. Tanzilu min hakimin hamid. Ushkimat ayatuhu wa fussilat kalimatuhu wa bahrat balaghatuhu al-uqul. Uni balog'atu aqllarni hayron qoldirdi. Va zaharat fasahatuhu ala kulli maqul. Har gapirilgan gapdan uni fasahati g'olibroq bo'lib ketdi. Va tasafara ijozuhu va ijozuhu. Uni mo'jizligi ham, mu'jizligi ham bir-birini quvvatladi. Va tazaharat haqiqatuhu va majazuhu. Uni haqiqati bilan majoz bir-birini quvvatladi bu ham tazaharadan. Bir-birini asosini ushlab turdi demak. Va tabarat fil husni matali'uhu va maqati'uhu. Uni Qur'onda oyatlarning boshlanishi bilan oxiri go'zallikda go'yo bellashdi. Bir-biridan go'zal deganida taborat. Taborat ham bellashdi. Go'zallikda oxiri mandurmansa, undan bir-biridan zo'r demoqchida. Maqolida ham maqtadi bir-biridan zo'r. Va hawat kullal bayoni majami'uhu va bada'i'uhu. Uni kullal bayoni va hawat kullal bayoni majami'uhu va bada'i'uhu. Qur'onda majma'lari va Qur'onda bada'i'lari debdi. Mana Qur'onda go'zalliklari va Qur'onda majma'lari majmuatan olganingizdan keyin
majmuatan olganingizda kulli bayonda hammasini o'z ichiga olib bo'ldi. Bayon qilinish kerak bo'lgan narsani Qur'on majmuiy Qur'on hammasini bayon qilib bo'ldi. Qur'onning majmualari va badialari, go'zalliklari bayon qilinishi kerak. Kullal bayani majami'uhu wala. Bayonni hammasini majmualari o'z ichiga oldi deyapti. Qur'on majmuatan olganda yig'indi Qur'on hammasi yig'ib kelganda Qur'on bayonda hammasini o'z ichiga oldi. Bir marta men tibyanali kullikay shayt aytyapti endi. Hamma narsani bayon qilib bo'lgan Qur'on majmuasi. Xavatga foilmi majmu'i? Ha. Mana bu foil majmu'i jamku. Va hawat kullal bayani majami'uhu va bada'i'uhu. Wa'tadala ma'a ijazihi husnu nazmihi. O'zi mo'jaz bo'lishi bilan birga yana uni nazmini chiroyliligi ham mo'tadil bo'ldi. Mattafaqa ala kasrati fawaidihi muxtor labhi. Foydasi o'zi kichkinagina mo'jazgina gapni foydasi ko'p bo'lishi bilan birga lafzi ham ixtiyor qilingan lafzi ham go'yo bir-biriga muvofiq keldi dedi. Va hum afsahu ma kanu fi hadha al-bab majalan. Endi ularni ko'ring deydi. Qur'on shunday bo'ldi, vaholanki ular bu bobda deydi majol maydon jihatidan eng kengroq odam edi ular. Gap bor, balog'at borasida va asharu fi xitobati rijolan xutbachilikda ham odamlar jihatidan eng mashhurlar edi ular. Va aksaru fi she'ri va saj'i rijolan she'rda ham, sajda ham, qofiyada ular kutilmasdan, tayyorlanmasdan gapirib yorishda ham eng ko'proq odam edi ular. Va asau fil g'arib va lug'ati maqolan g'arib hech kim eshitmagan yangi lug'atlarni gapirishda ham gapirishlik jihatidan ham ular keng edi. Qo'lida dastmoyasi ko'p edi demoqchi. Bilug'atihim allati biha yatahawarun. Qur'on yana ularga gaplashadigan lug'atlarida keldi. Va munoza'ihim allati anha yatanazalun. Ular o'sha tortishadigan, nizo qilishadigan maydon deylik. Munoza. Ismi maf'ul bo'ladi. Ismi zamosi makon bo'ladi. Noza'adan. Munoza'a qilishadigan, kurashadigan allati anha yatanazalun. O'shani haqida tortishadigan, o'shani haqida munoza'a qiladigan bitta munoza'alardan u vaholanki Qur'on. Ya'ni ularni munoza'a qiladigan hamma til bilan, gap bilan. Demoqchida o'zlarini kurashadigan maydonlarini, nizo qilishadigan maydonlarida edi u ham. Sora shu bilan birga sorihan biha fi kulli hin. في كل حين ومقرعا لهم بأذان 20 عاما صارحا بها في كل بين o'zlar gaplashadigan lug'atlari bilan ular har vaqtda qichqiryapti Qur'onni. Nizo qilyapti va muqarri'an lahum taqillatyapti ularga. Qulog'ini chetyapti, ya'ni qulog'ini chetyapti. 20 yil ham qatta jamoatning ustida ajma'in am yaqulun iftara qul fa'tu bi suratin mislihi fad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sodiqin. Ina ajlar aytishadiki iftiro bu deyishadi, to'qib chiqarib deyishadimi? Ayting fa'tu bi suratin mislihi, shunga o'xshagan bitta surat keltirsinlar. Vad'u man istata'tum min dunillah. Xudodan boshqa kimdan xudodan boshqa kimlarga pullaringizdan kelsa chaqiringlar, yordamga. In kuntum sodiqin. Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina, bandamizga nozil qilgan narsani to'g'riligi ekanligida sizlar shakda bo'lsalaring, fa'tu bi suratin min mislihi. O'shandan bitta surat keltiringlar. Vad'u shuhada'akum min dunillah. Xudodan boshqa yordamchi shahidlarni chaqiringlar. In kuntum sodiqin. Fa illam taf'alu, agar unday qilolmasalaring, valan taf'alu deb qo'yapti. Hadis qilolmaysizlar, ammo deyapti-da. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا dedilar. Agar inson jin hammasi jamlanib kelsa, shu Qur'onga o'xshagan narsaning mislini keltiramiz deb turib, ular uni mislini keltira olmaydilar agarchi ba'ziga yordamchi bo'lsa ham. Qul fa'tu bi 10 suwarin mislihi muftarayatin. Bu to'qib chiqarilgan bo'lsa, sizlar ham shunga o'xshagan 10 ta to'qib chiqarilgan sura keltiringlarchi dedi bitta sura Yunusda. Salam yazal yuqarri'uhum ashadda taqri'u. Ular shunaqangi qattiq o'sha chertish bilan qulog'iga chertib turaverdi Qur'on. Va yuwabbihum ashadda tawbih, qattiq tawbihlar bilan, sardanishlar bilan sardanish qilib turibdi. Va yusaffihu ahlamahum aqllarini nima deyapti? Nodon deyapti. Va yahuttu a'lamahum, ularni alamlarini bayroqlarini tushirayapti, ya'ni obro'sini tushirayapti, ya'ni yerga uryapti. Va yushattitu nizomahum, nizomlarni tarqatyapti. Intizomni buzyapti, o'rtalariga nima tushiryapti. Va yuzmu alihatahum, olihalarni mazammat qilyapti. Aboahum va yastabihu arzahum, yerlarni halol deyapti.
sizlarga urush qilamiz deyapti va diyorahum va amvalahum bilan diyor amvallarni hammasini Qur'on halol deb turibdi. Qur'on ularda oyatni nozil qilyapti. Sizlarni boqsa bo'ladi, sizlarni o'ldirsa sizlarga jihad qilish kerak degan narsa tushadi. Ularni yerini halol, molini halol qilinganligi. Shunchalik har jihatdan ularga hujum bo'lyapti xullas. O'sayvahum fi kulli hada naqisun al mu'arad. Shu ishlarda hammasidan ular unga mu'arada qilishdan orqaga chetlashib turibdi deydi. Orqaga qaytyapti. Muhjimun an mumasalati unga mislini keltirishlikdan ular bosh tortyapti. Yukhadi'una anfusahum bit-tashghib bit-takzib wal-ightira' bil-iftira. Wal-ightira' bil-iftira. Yukhadi'una anfusahum bit-tashghib bit-takzib. Bunda i'tizoz edibdi mana ig'tironi. İftira. İhtizar. Nimadanchi? Tashg'ibda. Tashg'ibda nima? Yukhadina anfusahum bit-tashghib bit-takzib. Hayya ash-sharra baynahum. Qavmning ichida bir yomonlikni tarqatish. Qo'zg'ash, paydo qilish. Mana shunaqa ekan. O'shalarning ichida takzib degan narsani tarqatish bilan, ular iftiro bilan o'zini izzatini ular iftiro bilan, iftirodan murod izzatlanyapti. O'ziga obro' olyapti iftiro bilan. Ya'ni u yolg'on deb turib o'zini obro'sini saqlab turibdi xolos-da. Ya'ni kishini tashg'ib qilish bilan o'rtada fitna tarqatyapti xolos. Yolg'onchi deyapti, yoki u gap to'qib chiqargan deyapti. Shu bilan o'zini aldab turibdi xolos bular. Yukhadi'una anfusahum bit-tashghib bit-takzib. Bu yolg'onchi degan fitnani tarqatish bilan u iftiro bil i'tizoz, o'z iftiro, i'tizoz qilyapti, o'zining izzatini faqat iftiro degan gapni saqlab turibdi xolos. Bundan boshqa izzat qolmadi o'zicha. Sizlarni saqlab turgan. in hada illa sihrun yu'sar deb eski sehr bu dedi. Va sihrun mustamir deyapti. Va ifkun iftarahu deyapti. Ifki bu sehr, ifkun iftarahu to'qib chiqargan ifki bu yolg'on gaplar va asatirul avvalgilardan qolgan afsona deyapti. Val mubahatati va rizo bidaniyati. Mubahatani bilmadim. Va rizo bidaniyati pastkash narsaga rozi bo'lyapti. Mubohata va rizo bidaniyat. Mubohata ham rizoni ma'nosi bo'lsa kerak balki. O'zini xursand qilish, banda pastkash narsaga rozi bo'ladi. Pastkash narsa nima? Qavlihim. Qulubuna g'ul. Biz qalbimiz bek deyapti. Va fi akinnat nima tad'una. Qulubuna g'ul. Boshqa mashdan boshqa oyat ketadi. Va fi akinnat mimma tad'una ilayhi. Biz da'vat qilgan narsani indan deydi, biz nima qilamiz deydi, eshitmaymiz deydi. Va fi azanina vaqrun, quloqimizda deydi og'irlik bor. Va min bayni va bayniga hijob, sen bilan biz o'rtamizda hijob bor. Va la tasma'u li hadal qur'ani wal g'awfihi. Bu Qur'onga nima qilmanglar. Quloq solmanglar. Wal g'awfihi va la qawlinglar. Qur'onni gapirdi eshittirmaslik uchun va la qawlinglar degan gaplar bor. Xullas, ana shunaqa pastkashlikka ham rozi bo'lyapti. Qarshi chiq desa, ular shu darajada pastkashlikka ham boryapti endi. To'polon qo'rilar, qalbimiz ko'r bizni, quloqimiz og'irdan eshitmaydi, hechgacha ham boryapti. To'g'ri chiqqani, daniyatga ham rozi bo'lyapti demoqchida endi. Val idduo ma'al ajiz. O'zi ojiz kelyapti. Ojiz kelish bilan birga iddaosi ham bor yana deydi. Bu nima iddaosi? Launa sha'la qullu misla hada. Agar xohlasak biz aytamiz gaplar deyapti. Aytgan yo'q, agar xohlasak aytamiz deb. O'zi ojizligi bilan birga iddaosi ham bor. Faqat qala lahum va lan taf'alu qo'yadi lekin hadis qilinmaysan degan. Sama fa'alu va la qadaru. Qilmadilar, qudratlari yetmadi. Va man ta'ata zalika min sakhal min sakhafihim aql faslar bo'lishi sakhafihim. Zalika min sakhafihim bo'lsa kerak, sahih deganmiz agar. Agar ulardan ularning ichidan tentaylardan qaysinisi shu ishni amalga oshirgan bo'lsa, ta'ata amalga oshirishgan, Shuni amalga oshirgan bo'lsa, kamsaylima masalan, kashafa havara o'zini ko'tini ochdi. Ya'ni li jami'ihim, va salabahumulloh ma alqawhu min fasih kalamihim, va illa falam ma alqawhu min fasih kalamihim. Ular o'sha jamiyat hammasiga o'zini ammasini ochdi. Va salabahumulloh ma ulquhu min fasih kalamihim. Ularga ilqo qilingan o'sha fasih kalomni ham Xudo ulardan olib qo'ydi degan. Ularga ilqo qilingan fasih kalomni Xudo ulardan olib qo'ydi. Ishada delmay qoldi. Va illa falam yakhfa ala ahli al-mayyiz minhu annahu laysa min namti fasahatihim. Va illa agar shular ahmoq bo'lmasa deydi,
ahvollar shunaqa qildi xolos-da. Masalan, deydi, ala ahlil mayyiz agar shu tamizi bor odamlariga maxfiy bo'lgani yo'q edi. Allahu laysa min namati fasahati, ularning fasohatini ketuvida masli bu Qur'on o'sha narsani bilardi ular. Ahmoq bo'lsa shu ish qildi xolos-da, unga qarshi chiqdi. Agar tamizliklar bo'lsa, wala jinsi balog'atim, biz balog'atimiz jinsidan emas bu degan gaplar tan oldi. Maxfiy bo'lmadi ularga. Bal wallau anhum mudbirin, bal wallau an ba'atu ilayhim mus'inin. Balki o'sha o'zlari balog'atlarida nima qildilar? Wallau anhum mudbirin, yusufirdilar-da, va atau ilayhim mus'inin. Darov bunga bo'yinsini keldilar degan ular aqllilari. Va anta idza ta'ammalta fi qawlihi ta'ala, wa lakum fil qisas hayatun tuqim dedi. Sizlarga qisasda hayot bor degan Xudo dedi. Walau tara iz fuzi'u fala fawta wa ukhidu min makanin qarib. Ularni shu qo'rqib ketgan vaqtlarini ko'rganingizda edi, hech fala fawta qochishga iloji yo'q. Va ukhidu min makanin qarib, yaqin joydan ularni ushlab qo'yildi. Va masalan Xudodan arablar tushungan narsalar endi itfa billati ahsan. Yaxshiroq narsa bilan daf qiling yomonlikni. Sayyidalladhi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yaxshilik bilan yomonlik daf qilib, siz bilan uning o'rtasida adovat borib, odamlarning go'yoki yaqin o'rtoqdek bo'lib ketadi Xudo. ومتى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين فكلا أخذنا بذنبه حمسني أذن جناحنا وشجما فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ularni qichqiriq o'shaganlari bor, ularni tepasidan shamol kelganlari bor, ularni yerga yutkizib yuborganlarim bor, va minhum man ag'roqna ularni suvga cho'ktirib yuborganlarim bor. Va ma kana Allohu liyazlimahum, Xudo ularga zulm qiladigan emas edi, valakin kana anfusahum yazlimun, ular o'ziga zulm qildilar. Balog'atli gapni aytayapman endi. Va ashbahu ular shunday gaplar min al-ayat oyatlardan bal aksarul Qur'on, bal Qur'on hammasi ham haqqaqat ma bayyantu min ijaz al-fahmi sahabba o'qilgan narsalarni hammasini haqqa chiqardi. Nima edi u? Min ijaz al-fatiha, lafzlarning mo'jazligi, akasrati ma'aniha, ma'nosini ko'pligi qisqa bo'lish bilan birga va dibojatu iboratiha, iborasini diboja zinati degan. Va husn ta'lif hurufiha, harflarning tarkibidagi go'zalliklar va talaumi kalimiha, kalimalarning bir-biriga yopishuvi va inna tahta kulli lafzatin minha jumlan kathira, har bitta lafzning ostida qancha jumlalari bor ekan. Tarkibda taqdirda buni borsa nechta jumla bitar. Va fusulan jamma, qancha fasllari bor va uluman qancha ilmlari bor. Va zawahir to'lib ketgan degani. Mala'at ad-dawawin min ba'd ma mastufida minhu. Muli'at ad-dawawin min ba'd ma mastufida minhu. O'sha oyatlarda ichidan ba'zilaridan istifoda qilingan narsadan devonlar to'ldirib ketilgan deydi. Bittasiga qancha kitob yozilganlar bor, bittalariga devonlar to'lib ketgan. Va muli'at ad-dawawin min ba'd ma ustufida minha. Oyatlardan istifoda qilingan narsalar ba'zisidan devorlar to'lgan. Va kasurat al-maqalat fil mustabbatati anha. Undan istimbot qilingan ahkomlar haqida maqolalar to'qilib ko'payib ketgan. Shunda huwa fi sard al-qasas at-tiwal. Keyin Qur'on o'sha uzoq qissalarni nima qilishda, aytib berishda va axbor al-qurun as-sawalif o'tgan qarnlardagi xabarlarni aytishda allati yaz'ufu fi adat al-fusaha indaha al-kalam wa yadhhab ma'u al-bayan ayatan لتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناسف وجوهه كقصة على طولها التي يدعو في عادة الفصحاء هذا معلن o'sha uzoq qissalar bor deydi. Qanaqa qissalar? Allati yaz'u fi adat al-fusaha indaha al-kalam. Fasihlarning odatida o'shaning nazdida indahodan murod o'sha uzoq qissalarda. Uzoq qissalar vaqtida kalom zaif bo'lib qoladi. Eplolmay qoladi, gapni bog'lanmay qoladi. Uzoq o'tib qolgandan keyin qachon bo'lgan boshida qaytishini bilmay qoladi qissada. Yo masalan habu ma'ul bayonni suv ketib qoladi deyapti. To gapirguncha men lazzat ketib qoladi. Mana shu ishlarni o'zida deydi. Nima borsa ayatun deydi. Javob bo'ladi. Ayatun li mutaammilihi min rabtil kalam. O'ylaydigan odamga o'sha o'zida mo'jiza bor. Qanaqa mo'jiza bor? Min rabtil kalam, ba'zihi bi ba'z, ba'ziga bog'lab qo'yganligi Xudoni. O'sha lazzat turaveradi. Va iltiom sardihi o'sha ketuvini bayonni bir-biriga bog'ligi, iltiomi, bog'liqligi va tanasuf vujuhi. Tanasuf nima ekan?
vajhlarning hammasini tanosufi muvofiq kelishligi bo'lsa kerak shu. Va tanosufi vujuhi bir vajhlarning taraflarini hammasini bir-biriga insof qilishligi, bir-biriga muvofiq kelishligi, qissati Yusuf ala tuliha. Yusuf alayhisalom qissasini qarang, qancha uzun. deydi. Summa idza taraddadat qissasuhu, yana o'shani Qur'onda qissalari qaytarilaversa, ixtilafat al-ibarat anha ala kasrat taraddudiha. Necha marta qaytarilgan sari har safar kelgan o'rinda iboralar boshqacha kelaveradi. O'zi bitta qissa. Har qaytarilgan o'rinda avvalgisiga o'xshamaydi, qimmat iborasi deydi. Va tanasub fil husni wajhu muqabalatihi va tanasafa fil husni wajhu muqabalatiha. Va tanasafa fil husni wajhu muqabalatiha. Xususan min tardidiha. O'sha qissalarni takrorlashligidan nafslarda nafratlanishligi yo'q. Ilmaqmaydi. Wala mu'adata li ma'adiha, qaytib kelishiga dushmanchilik yo'q demoqchi. Qaytib kelsa yomon ko'rmaydi deydi. Al-wajh al-thani min ijaz al-Qur'an suratu nasmihi al-ajib wal uslub al-gharib al-muqalif li asalib kalam al-arab. Qur'onni ijozidan, mo'jizaligidan bittasi, yana vajhlardan bittasi uni ajib nazmidagi ko'rinish surati. Val uslub bir g'arib uslubiki arablarning kalomidagi uslublarga teskari uslub. Va manahij nazmiha, arablarning kalomidagi unasra allazi ja'alayhi alayhi maqati ayat wa intahat aqwas kalimat ilayhi wa lam yujad qablahu wa la ba'dahu nazilun lahu. Va manahij nazmiha nazmini manhajlar va nasl kalam al-arab wa manahij nazmiha ونفسها الذي جاء عليه جاء نظمنا نظرga نفسga في جاء عليه ووقع عليه جاء فوقفت عليه مقاطع آيات وانتهت فواصل كلمات إليه. وقفت عليه مقاطع آيات maqtalarini oxirgi tutashlarini vaqf qilgan joylari va intahat fawasil kalimati ilayhi kalimalarni fosilalari, kalimalarning intihosi bu. Va intihoslar ya'malun ta'lamun degan gaplarda kalimalarning favosillarini intiho topishlari va lam yujad qablahu va la ba'dahu nazirun lahu. Oldindan keyin uni topilmagan. She'rga o'xshamaydi. Oddiy nasr desangiz nasrga o'xshamaydi. Wala istada ahad muwasalata shay'in minhu. Birorta odam unga o'xshagan bir narsani keltirishga qudrat etmadi. Bal holatiga uqulun, balki aqllari hammasi hayron bo'lib qoldi. Va tadallahadunahu ahlamum, aqllari hammasi uni oldida aqldan ozdi deydi. Wala mihtadu ila misli fi jinsi kalamihim, o'zlarining kalomlarining jinsida unga o'xshagan misliga yo'l topolmadilar. Min nasrin aw nazmin aw saj'in aw rajazin aw shi'rin va hangi nasrda, hangi nazmda, hangi saj'da, hangi rajazda, hangi she'rda. Rajaz she'r hamma bitta narsa. Aruz vaznida bu. والإيجاز بكل واحد من النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها أو الأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع من إيجاز لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما. خلاص mana shu har ikki navdan har biri bilan bo'lgan ijoz. Ikki navdan nimasi ijozi ham, balog'ati ham. Qur'onning mo'jizaligi, qisqaligi ham o'zi balog'atligi. Balog'atligi bizatiha, o'zi yalg'iz olganingizda deydi. Avval uslubul g'arib bizati, yoki o'sha Qur'onni arablar avval ko'rmagan uslubida gapirganligini o'zini olsangiz. Hangi ijozini oling, hangi balog'atni o'zini oling, hangi arablar ko'rmagan uslubda gapirganligini oling. Kullu wahidin minha naw'u ijozi lam taqdir al-arab ala al-ityan bi wahidin minhuma. Ikkovidan bittasi ham qudrati, alohidadan qudratimiz deyapti-da. Alohida is kullu wahidin minhuma kharijun an qudratihi. Chunki har bittasi ularning qudratidan tashqarida turibdi. Muboyin li fasahatiha va baraka va kalam, ularning fasahatiga ham teskari bu, kalomiga ham teskari. Hammasini yig'ib kelishda ular qo'ldan keladi. Bittasini ham qilolmas. الوجه الثالث من الإعجاز من توى عليه من الأخبار بالمغيبات. Qur'onda mo'jizaligini vajhlardan bittasi shudiki, o'ziga olgan narsalar bordi. U g'aybdagi xabarlar. Malam yakun, hali bo'lmagan narsalar xabarlari. Malam yaqa, hali bu voqea bo'lmagan. Savaqa, lekin keyin bo'lgan shular. Fawujida kama warada. Qur'onda qanday borib bo'lgan, shunda topilgan shu ishlar. Va alal wajhi allazi akhbara. Qanday qilib xabar bergan, o'sha xabar bergan vajhida, o'shanday bo'lib, o'sha ko'rinishda borib bo'lgan.
كقوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين degan Xudo masjidga الحرام degan. وقول عن الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Bular hozir mag'lub bo'ldi Rumlar lekin bir necha yildan keyin g'olib bo'ladi degan Xudo. وقوله لا يظهره على دين كله dinda hammasini ustidan bu islomni nima qiladi degan. Zohir qilaman degan. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شكرا. Xudo taolo sizlardan iymon keltirgan, amali solihat qilganlarni Xudo va'da berdiki, yer yuzida xalifa qilaman dedi Xudo. Sizlardan oldingilar qanday xalifa qilgan bo'lsam, ularga ishlarga o'rnatib beraman, o'zim rozi bo'lgan dinimda dedi. Sizlarning xavflaringdan keyin sizlarga omonlikni almashtirib beraman dedi. Ular xalifa qildik haqiqatda ham. Kambag'al odamlar yer yuzida o'g'ilgonlar podshoh bo'lib ketdi. وقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج جديدة فكان جميع هذا كما أخبر. في قندي هذا البيان شنو بولده؟ فغلبت الروم فارس. روم فارسdan yutdi keyin. ودخلت الناس في الدين أفواجا بولده. dinga fauj kirdi. واتسع ملك المسلمين musulmonlar podshohlik kengaydi hatta كان لهم في وقت bir vaqt o'zida min aqsa bilad al-Andalus g'arb jihatdan Andalus eng chekkasi shahardan boshlab ila aqosi al-Hind sharqdan Hindiston eng oxirigacha bordi. Va min bilad al-Anazul shimolda bo'lsa Anatoliyalar buni Turkiyalar kirdi. Ila aqosi Sudanni nimasigacha janubda Sudanni chekkalarigacha bo'ldi. Aqosi Sudan junuban. Va qalu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dedi Xudo. Zikr nozil qildik, saqlab beramiz. Fakana kazalik ila al-ard. هذا جمع والحمد لله. وقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. ابو جماعات شيكنم ارقتي كي ورد. فكان كذلك في بدر خود شنو بولده والآية نزلت بمكة. وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم اليوم مقاتله قليلا خدا اصلا نقول لهم عذاب بيرسل. فكان كذلك مما خود شنو بولده مما اطلع عليه قارئ هذه السيرة وسيرة أغير لبلدين ده. شو بعد اللي بنشهده وما فيه من كشف أسرار المنافقين. القرآن ده من المنافقين سرلان أشكال خدا يهوديلرga ومقالهم وكيف بهم في حلفهم o'zlari yashirincha orqada turgan vaqtlarida orqalarida ular hech kim yo'qligida g'ayibda demoqchida. Hech kim yo'qligida janob Rasululloh yolg'onchi degan. Ular munofiqlardan hammasini Xudo kapini ochib tashlagan Qur'onda. كقوله ويقولون في أنفسهم إشلار أتاد الدولة تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول أتيتم يحمل بهذا عذاب لما سد بزت قيارد ولا نقول أتشنا يطلعن أتشنا درين كوسان بكون أشت يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أشكار خمير قد نسف إجدا تقليد الله من الذين هادوا يحرفون الكلم يهودي لان إجدا كلمة لان يبلن أوزن تريديان لربان عن مواضعه أوزن أورندا ويقولون سمعنا وعصينا دي سمعنا وأطعنا نون سمعنا وعصينا دي إشتي وأصي بقول لك دي واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين تلنا قيشة ربيت هذا وطعنا في الدين قطعنا كما احتب هذا جدا واسمع غير مسمع ايش ما يقول ايش كان ديده وراعينا دير ده صحابة راعينا دير صحابة الأردن ما سجل جناب رسول يابت سلا أنا قد لا ايش نقص راعينا دير كان صحابة لا راعينا دير بزي أمر آية قلين يعني بزي أمر آية بلاد راعيات رسول الله دير من مدون keyin ular ro'ayni so'kishyapti ekan ularda. Yahudilarda. Ana payg'ambar so'kyapti deb. Biladi uzun arabchada ro'ayni biz ro'aya qilinganini bilan. O'shancha ular keyin Xudo taolo ro'ayni demaylar, manzurna dinglar. Bizga qaranglar, bizga qarab qo'yinglar. O'sha unzurna dinglar desa bular o'sha ro'ayni der ekan. Xullas ila g'ayri zalika min al-ayat al-bayyinat. Ular shu sirlarni ochib mag'ibotdir o'shalarni xullas. biz bilmaganligimiz jihatdan mag'ibot Xudo ochib ulardikini. Al-wajhu ar-rabi'u ma anba'a bihi min akhbar al-qurun as-salifa. O'sha o'tib ketgan qarindagi xabarlarni aytib berganligi. Wal umam al-ba'ida uzoq ummatlarni va sharoit dasira eskirib ketgan shariatlarda mimma kana la ya'lam minhu al-qissat al-wahid illa sadr min ahbar ahli al-kitab. Ularda bitta qissani bilish bitta qissa hammasini bilishmas, bittasini gapiring deydi. Bittasini ahli kitoblarda axborlardan joyi kamdan kami bilardi deydi. Mukammal ta'rifda. Allazi qata umrahu fi ta'allumi zalika. U yadkhalaga umruni hammasini o'sha ilmni o'qiymani o'tkazgan. Tavrat o'qiyman deb.
فيورده عليه السلام على وجهه جناب رسول qanday bo'lsa o'sha vajhida o'shani irod qilib berdilar, keltirib. Va ya'ti bihi ala nafsi o'zini shunday nafsini keltirib berdilar matnini. فيقر العالم بذلك على صحته o'sha narsani bilgan odam uni to'g'riligiga iqror qiladi. Va sidqihi sihhatiga iqror qiladi, to'g'riligiga. Va inna mislahu lam yanalhu bi ta'limin. Uni uchun janob rasululloh uni ta'lim bilan kelmaganligini biladi u. Va qala alimu nimaga biladilarki annahu alayhisalom ummi. Oradan qanday to'g'rilmasa shunday dedilar. La yaqra va la yaktub. Hozir o'qishni bilmaydi va ishtag'ala bi mudarasati madrasaga borish bilan shug'ullanmaganlar va la mujalasatin birorta odamni o'liga ilm o'qib o'tirmaganlar. Lam yaghib anhum. Ularning oldidan janob rasul birojiga ketib bormaganlar. G'oyib bo'lmaganlar. Umrida yoshliklari kattalargacha bo'lgancha yetib ularni ko'zini oldidan g'oyib bo'lmay yurganlar. ولا جهل حاله احد منهم. ulardan birortasiga janob rasululloh hollari noma'lum bo'lib qolmagan. Va kaseeran ma kana yasaluhu kaseerun min ahli kitob an hada. Masalan juda ko'p savollar bor unda ahli kitoblar janob rasululloh so'rasa sayanzilu alayhi min al-Qur'an ma yatlu alayhi minhu. O'sha so'ragan narsalardan tilovat qilib berishlik uchun Qur'ondan oyatlar nozil bo'lardi. Minhu zikrana ma yatlu alayhi minhu zikran. كقصة الأنبياء وبدء الخلق ذكران ترجمة فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليه منه ذكران ذكر ولا رام كثير ما يسأله كثير من أهل الكتاب عن هذا فينزل تذكيرا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليه منه تذكيرا إسلا تشريك جن كقصص الأنبياء وبدء الخلق أنبياءlarda nimalari بدء الخلق dunyo yaratilishi va fi kutub as-sabiqa mimma saddaqahu fiha al-ulama biha kullas saddaqahu fiha juda o'tib ketgan kitoblardagi narsalardan xabar berganlar. Shunday narsalarki saddaqahu janob rasululloh tasdiq qilgan o'sha gaplar to'g'risida al-ulama biha o'sha narsani bilganlar. ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها ما ذكر منها o'sha darsda zikr qilingan narsalarda birortasini yolg'on deyishga qudratlari yetmagan. ولم يؤثر shu narsa asarda yo'q. anna wahidan minhum azhara khilafa qawlihi min kutubihi. O'sha o'zlarining kitoblaridan olib kelib janob rasululloh aytgan gaplarni teskarisini izhor qilib ochib ko'rsatib qo'yganligi yo'q. Mana shunaqa degan kitobda aytganini gapirgan demagan. Wala abda sahihan bundan sahiha bunaqa deb ko'rsatgani yo'q. ولا سقيما من صحفه صحيح بويد سقيما من ويد الصحيفalardan biri oshkor qilmagan. Ba'da an qarra'ahum va bahum. Yana bu gaplar hammasi ularni taqrir qilganlardan, quloqiga yetilgandan keyin tavbiya qilingandan keyin bo'ladi hamma gaplar shu gaplar. Biqawli qul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Tavratni o'qinglar, gaplarni to'g'ri bo'lsa. ومما يدل على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه ما تحدثهم فيه الله. يعني o'sha ahli kitoblar janob rasulullohning sodiq ekanliklarini bilishliklariga dalolat qilgan narsadan bittasi shuki, Xudo taolo mana shu narsani ularga tahaddi qilgan. Tahaddidan murod shirk deganida. Nima قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Sizlar aytayapsizlarki, mu'minlar jannatga kirmaydi deyapsizlar. Biz jannatga kiramiz. In kanat lakum darul akhiratu indalloh xolisa. Xudoning nazdida jannat oxirat faqat sizlardek bo'lsa. Kelinglar masa. Nima qilinglar? Min dunin nas, odamlarga emas. Jannat faqat sizlarga bo'ladigan bo'lsa, fatamannawul maut in kuntum sodiqin. O'lishni orzu qilinglarchi? Jannatga kiradigan. Jannat bizga deyapsiz. O'lishni orzu qilinglar masa, jannat faqat sizlarga bo'ladigan bo'lsa deydi. Summa hatama adama ijobatihim. Keyin Xudo taolo ularni aqasi hatmi go'yo ijob qilgan ularni nimasi ijobati yo'q bo'ladi. Ya'ni ijobat qilinmaydi bu gapga chiqsa. Deb qo'y aqasini wala yatamannahu abadan deb qo'ygan Xudo taolo. Abadiy uni orzu qilinmaydi o'lim. Nimaga? Bima qaddamat aydihim. Qo'llari o'sha o'zlari taqdim qilib jo'natib yuborgan narsalarni kafofatidan. Ya'ni gunoh ko'pligini biladi, u gunohlarni ularga do'zax turganini biladi. Bima qaddamat aydihim, qo'llari bilan taqdim qilgan narsalarning sababidan tufaylidan ular uni orzu qilinmaydilar dedi. Fama sumi'a an ahadin minhum annahu tamanna zalika. Birortasidan o'limni orzu qilgani eshitilmagan. Orzu qilgan degan gap anna walau bilisani til bilan bu gap agarchi ma annahum kanu ahrasan nas ala takzib wa janob rasululloh takziblariga janob rasululloh yolg'onchi deyishga odamlarning eng harisi edi ular. Va mislu zalika ma fa'alu ahlu najron
yana xuddi shunga o'xshagan o'sha ahli najronlarning qilgan ishi ham borki, hina mada'ahum lil mubahlati. Kitti bir-birimizni la'natlashamiz bo'lmasa, kim yolg'onchi bo'lsa la'natlayish deganlarda ahli najronlarni qo'ymadi-ku. Faqat sahabav ular bosh tortdilar. Faqat qaddamna zalika fi fasli wufudi ular janob Rasululloh vaqti bo'lib kelganlar aytganmiz. O'g'illarimiz chaqiraylik, xotinlarimiz chaqiraylik, o'zimiz chaqiraylik, ketdik la'natlashaylik. Xudo kim nima bo'lsa, yolg'onchi bo'lsa Xudo la'nati bo'lsin o'shanga deganlarda ko'nmagan. ومما يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر الروعة الذي تلحق قلوب سامعيه. ومما يدل على أبو القرآن ليس من كلام البشر كان لي الروعة القرآن جبار التي تلحق قلوب سامعيه إشتيانلرن قلبلariga yetib boradigan qo'rqinch bor. والهيبة التي تعتريهم ular usha bo'ladi inda tilovatiga Qur'on tilovat qilingan vaqtida liquvvati holi nima uchun shedi bo'ladi nima uchun qo'rqinch chunki holi quvvatli bo'ladi va anofati xatariga uni xatari buyuk uni buyuk azamati buyukligi uchun hatta kanu yastasqiluna sama'ahu wa yaziduhum nufura hatta ular uni eshitishda og'ir sanardilar uni eshitgan sari nafratlar ularda ziyoda bo'lardi va hada qala alayhi salam innal qur'ana sa'bun mustas'ab dedilar ala man karihahu deganlar lekin og'ir qilib qo'yilgan har kimni yomon ko'rsa va huwa al-hukm deydilar hadisda va amma al-mu'min fala tazalu raw'atuhu bihi wa haybatu iyyahu ammo mo'minda o'sha raw'at turaveradi o'sha haybat turaveradi ma'a tilovatihi ma'a tilovatihi nima deydi ma'lihi iqbalan ma'a tilovatihi توليه إقبالا وتكسر حشاشة كما إذا قال نجي بيرادة ديانا توليه إقبالا وتكسبه حشاشة قرآن ده o'sha haybat bilan o'qilgan o'sha qo'rqinch bilan o'qilgan Qur'on o'sha tilovat unga yana iqbol beradi degani Qur'onga yana buni iqbol qildiradi, qaratadi va taksibuhu hashasha unga kasb qilib beradi xursandligini degani. O'qigan sari iqbol qilaveradi, tilovat bunga o'sha iqbolni beradi, yana unga kasb qilib beradi hashoshatni. Xursand. Qur'on o'qigan sari shod bo'laveradi. Kamayli qalbihi ilayhi va tasdiqihi bihi, masalan, uni qalbining unga moyil bo'lishi, har o'qiganda yangi chiqqan narsalarga bu qalbini nima qilib tasdiq qilaverishligi o'shalar. Qala ta'ala tashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Xudodan qo'rqadiganlarning qalbasi terilari jimirlab ketadi degan. Summa talinu juluduhum va qulubuhum ila zikrillah. Qalblari eriydi degan. Qalblari terilari eriydi Xudoning zikriga degan. Va qawlu ta'ala walau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Qo'rqandan titilib Xudoning nimasidan ketadagi tog'larga nozil qilganimizda. Va min wujuhi ijaz al-Qur'an. Qur'onda ijozli vajhlardan kaunuhu oyatan baqiyatan la tu'damu ma baqiyatid dunya va la taqdimu ma baqiyatid dunya. Bu Qur'on oyatlarini boqiy ekanligi Qur'onning mo'jizaligi bittasi. Modomiki dunyo boqiy ekan u yo'q bo'lmaydi. Ma'a takaffulillahi bi hifzihi Xudo taolo undan saqlab berishga kafil bo'lishligi bilan birga. Inna nahnu nazzalna dhikra va inna lahu lahafizun. Va qala la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Oldidan ham orqasidan bunga botil kelmaydi. Biroq botil kelib yo'qotib olmaydi. وسائر معجزات الانبياء لم يبقى الا خبرها boshqa payg'ambarlarning mo'jizalarining hammasi qolgan xabar qolgan va Qur'on ila vaqtina hada hujja qahira bu o'sha qudratli hujjat va muariza mumtani'a bu o'zi muoriza qilib turuvchi mumtani'a nimadan o'zini himoya qilib turuvchi val a'sar kulluha tofiha bi ahli al-bayon mana shuncha o'tgan asrlarda hammasi ham o'sha ahli bayonlarga gapga usta odamlarga to'lib ketgan hali ham bor shu gapga usta odamlar muolaza qiladiganlar va hamalati ilmi lisan til ilmini homillari til ilmiga egalar bor va aimmatul balog'at ufsanul kalom jahobizatul baroat pahlavonlari bor va mulhidu fihim kaseer ichida o'sha Qur'onga ilhod qiladiganlar Qur'onga qarshi chiqadiganlar bor yana hali ham val mu'anidu lish-shar'i hatid o'sha shariatga qarshi bo'lgan odam hali ham o'sha qaysarligicha turibdi u ham tamamin min man ato bi shay'in yu'tharu fi mu'arazatihi ularning ichidagi barcha o'sha mu'arazasiga o'sha yozib qo'yilgan darajada mu'araza qilgan bir odam topilmaydi lekin deydi. Wala allafa kalimatin
fi munoqasati, uni naqziga, uni teskariga gapirishga ikkita kalima tuzib qo'ygan, tarkib qilib qo'ygan odam topolmaysiz. Yig'ib qo'ygan. Wala qadara fi ala mat'an sahih wala sahih ma'noda o'rinda ta'naga qudrat yetgan odam topolmaydi. Wala qadara fihi ala mat'anin sahih. Sahih ta'naga qudrat yetgan odam yo'q. Illa haqiqatan ta'na qilinadi. Wala qadha al-mutakallif ولا قدح المتكلم من ذهنه في ذلك في الوالية بزند شحيح بزند الشحيح المحصول عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه بلكي ularda hammasidan asarda kelgan narsa o'sha an kulli man roma zalika mana shu ishga yana Qur'onga ziddiga chiqaman deb bir qasd qilgan bo'lsa man roma zalika qasd qilgan narsa asar qilingan narsa nima qolgan narsasi ilqo'uhu fil ajzi bi yadihi uni ojizligida ikkita qo'lini tashlaganligi asar qilingan demoqchida qo'lini tashlagan demoqchi taslim bo'lgan aytmoqchi ekan van nuqus ala aqibihi tovoniga qaytib ketgani bor ya'ni orqasiga qaytib ketishlik ma'sur bo'lgan ولنختم لك هذا الباب بحديثه عليه الصلاة والسلام في القرآن توفي بأمر عليه الصلاة والسلام مشروع حديث لنا يتبقى قال إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبأكم قد الله القرآن نفندين نازل قلده sizlarga ishga buyuradi yomon ishlardan sizlarni qaytaradi abadiy qoladigan bir sunnat bu va masal mazruba islarda zarbul masal bu hammalar zarbul masal qilib keltiradi Qur'onda shunday zarbul masal shunda nimaga bo'lsa keltiraveradi zarbul masal maqolda zarbul masal fihi naba'ukum va xabarun man bunni to'g'risida sizlarning xabarlaring bor va xabarun man kana qablakum sizlardan oldingi o'tganlarning xabari bor va naba'u ma ba'dakum sizlardan keyingi sizlarning xabari ham bor va hukmu ma baynakum o'zaro bo'lgan o'rtaringda ishlarga hukmlar bor la yukhliquhu tawlurrat buni ko'p takrorni ko'pligi buni eskirtirmaydi va la tanqazi ajaibuhu buni ajoyibot tugamaydi huwa al-haqqu laysa bil hadl bu haq gap hazil emas man qala bihi sadaqa har kim Qur'ondan gapirsa to'g'ri gapirdi va man hakama bihi adala Qur'on bilan hukm qilsa adolat qildi va man khosama bihi nima falaji falaji bilan falaji Allohga kerak ekan hakim hukm chiqarsa u bilan hakim bu bilan hukm chiqarsa adolat qildi degan ومن عمل به أجر har kim bunga amal qilsa ajr oldi ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم har kim buni ushlasa to'g'ri yo'lga hidoyat qilindi ومن طلب الهدى من غيره har kim bundan boshqasidan to'g'ri yo'lni orttirsa azallahu Alloh xudo uni adashtirdi ومن حكم بغيره قسمه الله hakim bundan boshqasi bilan hukm chiqarsa xudo uni sindirdi هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين xudoning mustahkam arqoni shu والشفاء النافع أو manfaatli shifo ismatun liman tamassaka bihi har kim buni bilan ushlasa unga ismatu saqlovchi va najotun liman ittaba'ahu ergashganga najot la yu'awwaj fa yuqawwam va la yazihu bu qishamida to'g'ri to'g'rilab qo'yilsa deganlar la yu'awwaj fa yuqawwam qishamida to'g'rilansa va la yazihu fa yusta'tab adashmaydi uni o'nglab qo'yilsa degan birovga qarab bunga uzr aytishga imkon berish deb o'ylayman uzr aytishga imkon berish ya'ni uzr aytishga imkon bu adashmaydi bu to'yinki adashib ketsa keyin uzr aytganda bunga imkon berish kerak-da uzr aytadigan bo'l adashmaydi ham bu bilan Qur'on bilan degan o'zi adashmaydi to'yinki undan kechirim so'ra biz ozod qilgan bizni deb turib aytilsa unaqa emas bu Qur'onni ushlagan odamga nima degan xitob bo'lmaydi ustatab bilan istitob bo'lmaydi uzr so'ratilmaydi degan uzr so'ratilmaydi adashmaydi to'yinki undan uzr so'ratilsa